Assalomu alaykum. Men Mustafaqulova Ozoda 512-21 guruh talabasi bo'laman. Maktabgacha yoshdagi bolalarni atrof olam bilan tanishtirish maxsus metodikasi fanidan video dars olish topshirig'i berilgan va menga bu topshiriqda ertaklardan maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarni axloqiy tarbiyalash vositasida sifatlanish mavzusi berilgan. Men bu mavzuni 3 reja asosida yoritib o'tdim. Ertaklarning axloqiy tarbiyada tutgan o'rni. Bu birinchi rejamiz. Ikkinchi rejamiz esa ertaklarni tarbiyaviy jarayonda qo'llash usullari. Uchinchi rejamiz esa axloqiy tarbiya uchun mos ertaklar. Aytishimiz mumkinki, bolalarni axloqiy jihatdan to'g'ri tarbiyalash jamiyatning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar axloqiy me'yorlarni anglash va o'zlashtirish davrida bo'lishadi. Shu sababli ularni yaxshi va yomonni farqlashga, to'g'ri xulq-atvor va qoidalarni shakllantirishga o'rgatish juda ham muhim hisoblanadi. Bu borada ertaklar juda ham samarali tarbiya vositasi bo'lib xizmat qiladi. Aytishimiz mumkinki, ertaklar bolalarga mehr-muhabbat, do'stlik, halollik, rostgo'ylik, vatanparvarlik, odob-axloq hamda shu kabi fazilatlarni singdirishimizda bizga eng qadimiy va samarali usullardan biri hisoblanadi. Chunki ertaklar orqali bolalar hayotiy qoidalarni tezroq anglab yetishadi hamda buni amaliyotda qo'llashga ham harakat qilishadi. Ertaklarning axloqiy tarbiyadagi tutgan o'rni juda ham beqiyosdir. Ertaklar bolalar ongiga bevosita ta'sir qilib, ularni hayotiy qadriyatlar bilan tanishtirishadi. Quyidagi jihatlar ertaklarning axloqiy tarbiyada tutgan o'rnini belgilaydi deb ham aytishimiz mumkin bo'ladi. Yaxshilik va yomonlikni ajratishga o'rganadilar. Hamda ertaklarda har doim yaxshi va yomon qahramonlar bo'ladi. Yaxshi qahramonlar odatda halol, mehnatsevar va mehribon bo'ladi. Ular bolalarga qanday bo'lish kerakligini o'rgatadi. Ijtimoiy qadriyatlarni mustahkamlaydi. Bundan tashqari ertaklar bolalarga turli xil tushunchalarni, ya'ni do'stlik, hamkorlik, insonparvarlik, mehr-muhabbat kabi tushunchalarni ham singdiradi. Mehnatsevarlik va sabr-toqat targ'ib qilinadigan Zumrad va Qimmat ertagida esa mehnatkash qiz otasiga hamda qiz omadga erishsa, dangasa qiz esa jazolanadi. Bu bolalarda mehnatga bo'lgan qiziqishni ham uyg'otadi. Rostgo'ylik va halollikni targ'ib qiladigan ertaklarimizga esa bo'g'irsoq ertagidagi tulkining yolg'onlari natijasida bo'g'irsoq yutib yuboriladi. Bu esa bolalarga yolg'on va hiylakorlikning yomon oqibatlari tushuntiriladi. Ijodiy tafakkurni rivojlantiradigan ertaklarimiz ham bor. Bunday ertaklarga esa o'qish orqali bolalar mustaqil fikrlashni, hikoyalar yaratishni hamda ularni tahlil qilishni o'rgatishadi. Quyidagi keltirilgan rasmda esa biz sholg'om ertagini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ertaklarni axloqiy tarbiya vositasi sifatida ishlatish usullari. Ertaklardan tarbiya berishda quyidagi usullardan foydalanish mumkin. Aytishimiz mumkinki, bunda birinchisi suhbat va muhokama. Ertak o'qib eshittirilgach, bolaning fikrlashi va axloqiy qarashlari rivojlantirish uchun quyidagi savollarni berish ham mumkin bo'ladi. Ushbu ertakdan qanday xulosa chiqarding? Qaysi qahramon senga yoqdi va nega? Qahramonlarning qaysi harakati to'g'ri-yu, qaysi biri noto'g'ri deb o'ylaysan degan savollar bilan biz aynan bolalarga yuzlanishimiz mumkin bo'ladi. Rolli o'yinlar va sahnalashtirish. Ya'ni bunda bolalar ertak qahramonlari roliga kirib, hikoyani jonlantirishadi. Bu ularga ertakdagi axloqiy tushunchalarni yaxshiroq anglash va xulosa chiqarishga yordam beradi. Uchinchisi esa rasmlar chizish va ertak yozish. Ya'ni bolalarda ertak mavzusida rasm chizishlari hamda o'zlarining ertaklarini ham yozishlari mumkin bo'ladi.
Bu ularning tafakkurini va axloqiy qarashlarini shakllantirishga yordam beradi. Biz bu kabi ertaklarni ko'proq keltirishimiz mumkin. Mana bu rasmda esa bo'g'irsoq ertagini ko'rishimiz mumkin. Bunda bo'g'irsoq va tulki tasvirlangan. Bundan keyingi rasmimizda esa Zumrad va Qimmat ertagini ham ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi video darsimiz shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.